Siz eski holatingizdan yangi holatga o'tishni xohlaysizmi? Eski holatingizdagi qilaolmayotgan yoki bo'lmasa o'zingizga har kuni maqsadlar qo'yib, bu maqsadlar uchun to'g'ri harakat qilolmayotgan bo'lsangiz, bu texnika siz uchun va o'zingizni har doim shunaqa narsaga qilingki, biz sonsiz olasılıklar, ya'ni bo'lish mumkinliklar ichida bizning sonsiz versionimiz bor. Bizni haqiqatan sonsiz versionimiz bo'lganda nima bo'ladi? Har qanaqa vaziyatda yashaydigan sonsiz versionimiz bor demakki. Buning uchun biz eng yaxshi versionlarimizni hayotimizda yashashimiz uchun nima qilishimiz kerak? Eski versionimizdan chiqishimiz kerak. Ya'ni har doim A qutidan B qutiga o'tish. A qutida ekanligimizni qattan bilamiz. Har doim eski qarorlar, eski holatlarga eski qarorlar bilan berishimiz. Endi esa hayotingizga ma'lum bir tanlash huquqi kelganda eski holatda emas, yangi holatda tanlash huquqi bilan tanlaysiz. Va bu sizga nimani beradi? Bu sizga B qutiga o'tganingizni dalolati bo'ladi. Ya'ni B qutiga o'tishingizni osonlashtiradi va B qutida hayotingizni deneyimlashni boshlaysiz. Bu ham esa sizning hayotingizda eng chiroyli narsalardir. Endi hozir sizlarga zo'r bir texnika o'rgataman. Bu texnikani men bilan birga qilsalaring ham bo'ladi, alohida qilsalaring ham bo'ladi, o'rganib olib, bu texnikani asosiy maqsadi bizni eski versionimizni, hozirgi turgan joyimizni farqiga borib, kelajakdagi versionimizni qabul qilish uchun eng chiroyli qalbdan bir qaror olishimiz kerak. Hozir ko'zlaringni yuminglar, chuqur 3 marta nafas olinglar, qorinlaringni shishirib, burunlaringdan olib, burunlaringdan nafas beringlar va 3 marta bo'lgandan keyin to'xtaysizlar va o'zlaringni bitta xonaning ichida hayol qilinglar. Xona shunaqa bo'sh, faqatgina sizni to'g'ringizda 2 ta kreslo turibdi. Bittasi oq, bittasi qora. Ikkalasi yonma-yon birga turibdi. Siz o'ng tarafingizdagi qora kresloga sizga hozir qarshiga turganingiz uchun o'ng tarafingizda ko'rinadi, lekin borib o'tirganda chap tarafingizda oq qoladi. Oq kreslo qoladi. O'sha kresloga borib o'tiring, qora kresloga borib o'tiring va o'zingizni hozirgi ichingizda turgan muammolari, problemalari hayol qiling. Muammolaringiz nima? Yechilmayotgan muammolar nima? Hammasini ko'z oldingizga keltiring va bu muammolari keltirganingizdan keyin zehningiz bilan, aqlingiz bilan bunga muhokama qiling. Ya'ni bunga sabab nima? Yo kimdir sababmi, nima bo'ldi-da shu muammoni ichidasiz, yechimi qanaqa bo'lishi mumkin, bularni muhokama qiling miyangizda va o'sha muhokamadan keyin ko'zingizni yoniga o'zingizdan bir qadam uzoqlikda dumaloq qora aylanani hayol qiling. Shunday dumaloq aylana borki, dumaloq bo'lib aylana bo'lib turibdi, u dumaloq aylanani hayol qilganingizdan keyin o'tirgan joyingizda qaror berasiz. Siz bu eski versioningiz, sizni haqiqatan bo'lgan holatingiz, hozirgi holatingiz, endi siz keyingi holatga o'tishga tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz bir qaror olasiz. Men bugundan boshlab o'zimni o'zgartirishga tayyorman, bu holatdan voz kechaman va bu holatga kelaman degan hayol o'tgandan keyin qaroringizni berasiz va o'zingiz sekingina turganda badaningiz qoladi. Shunchaki oq nurga aylanib o'zingizni shunday badaningizdan chiqqanini tasavvur qilasiz. Oyoqqa turib va yurib oq stolni yoniga oq nurga aylanib o'tirasiz. Va o'tirganingizdan keyin butun o boyagi muammolaringizni yechimlarini yechilgan holatini tasavvur qilasiz. Yechilgan holatda qanday his qilasiz o'zingizni? O'sha chustvangizni, o'sha hissingiz bilan his qilib o'tirasiz. U his qilgan tuyg'ularingiz ichida biroz turganingizdan keyin eng kerakli narsa chustva. O'sha muammo yechilgandan keyingi qanday his qilishingiz va turganingizdan keyin o'zi oyoqqa turasiz, bo'lgandan keyin o'sha turganingizda siz o'sha oq nurga aylangan badaningiz ham o'sha yerda bo'ladi. Boya qolgan-ku bu yerda badaningiz, o'sha narsa o'sha badanlashgan bo'ladiki, badanlashdi degani o'sha sizni hayotingizga bu narsani kirib keldi degani.
Va bu meditatsiyani qilib bo'lganingizdan keyingi har bitta qaroringizga e'tibor berasiz. Bu qanaqa? Deylimki, har kuni uyg'onib, men bugun mana shu ishni qilaman deb aytib qilolmayotgan bo'lsak, biz harakat qilamiz o'sha ishni qilishga. Bir kichkinagina harakat, bitta katta qilib hammasini qilib tashlash emas. Bugun ozgina harakat, ertaga yanada ozgina, yanada ozgina. Shu har doimgi qaroringizni farqliligini berishni boshlaysiz. Chunki siz har doim bir xil o'yda va bir xil qarorsizlik bilan, ya'ni o'sha qaror berib qilolmaslik bilan turib, boshqa versiyonga o'ta olmaysiz. O'sha eng kerakli bo'lgan joy qat'iyatli bo'tda bo'lib, ozgina harakat qilishingiz. Lekin o'zi meditatsiyada o'sha nargiga o'tganingiz uchun ozgina harakatingiz ham sizga juda katta ta'sir qilib, tezroq hayotingizda dönüşüm bo'lishini va o'sha harakatlaringizni natijasini tezroq kelishini ko'rishni boshlaysiz. Chunki o'sha meditatsiyada o'sha ruhan tayyorlandingiz, nima deydi? O'zingizga qaror berdingiz va qaroringiz orqasida turganingiz bu sizga juda katta ta'sir qiladi. Rahmat kattakon. Buni qilib yozib bo'lganlaringdan keyingi meditatsiya holatlaringni ham aytishni unutmanglar.